Hormanglar, assalomu alaykum. Tema yana Toshkent parking masalasida. Ikkinchi videoda hisoblasanglar bo'ladi. Murojaatim Toshkent parking rahbarlariga va meni fikrimcha o'zini aqlli, dono deb biladigan haydovchilarni bir tinga olmaydigan yuristlarga bo'ladi. Sizlar ariza yozishdan oldin xodimlaringlarni haydovchi bilan bo'lgan muomala madaniyatiga o'rgatinglar-da. Xodimlaringlar nima haqqi bor qorong'u paytda shapka kapshonlarni bostirib olib banditlarga o'xshab kelib mashinani oynani balon ohangga taqillatishga. Hamma bola mana mashinadan kelib chiqyapti, haydovchi cho'chib ketyapti. Kar soqovligi bo'lgan nogiron insonni imo ishoralari qo'pol bo'lib ko'ryapti. Natijada ishlar sudgacha boryapti. Menimcha sizlar xodimlaringlarni ichida instruktaj o'tkazishingiz kerak. Xodimlaringlar haydovchi ko'rinadigan tomondan mashinani kapot eshigi tomondan kelish kerak, qo'li ko'ksida bo'lishi kerak. Ana o'sha qo'li ko'ksida bo'lgandan keyin bizning mentalitetda qattiq gapirish yo'q. Ishlar sudgacha bormaydi keyin. Bo'ldi, hozir ketamiz deydi. Любой shopir. Bular do'q-po'q popsa bilan, imo ishora bilan urush janjaliga olib kelyapti. Keyin sudgacha boryapti. Nima, sudyalarni uchastkavoylarni qiladigan ishi yo'qmi boshqa? Nimaga mana shu ishlarni oldin qildirmayapsizlar-da? Faqat ariza bilan kuninglarni o'tkazib. Bu birinchisi emas-da, men o'zim ham ilindim. Boshqalardan ham eshitdim. Hammada bir xil problema. Hammada. Sizlar oldin mana shu kamchilikni to'g'rilab olinglar. Keyin hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Meni shaxsan sizlarga nisbatan hech qanaqa g'arazli niyatim yo'q. Shu narsani o'ylab topsizlar, qandaylarni uringlar, lekin oshirib yuborgansizlar deb o'ylayman. Apteka, больница, maktabgacha chizib tashlagansizlar, znaklaringlarni qo'yib tashlaysizlar. Buni internetda ham gapirishyapti buni. Shu sal noto'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Qolganiga omadinglarni bersin. Lekin yurist nomini bulg'alamanglar, iltimos sizlardan. Yurist degani bu faqat ariza yozishda emas. Men yuqorida aytgan narsalarni sizlar to'g'rilashinglar shart deb o'ylayman. Kerak bo'lsa shablon bilan kelish kerak. Agar xodiminglar nogiron bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha yerda birinchi yordam ko'rsatish kerak. Hech kim bekordan bekor u joyda to'xtamaydi, ayniqsa shopir ichida o'tirmaydi bekordan bekor. Mashinasini parkovkaga tashlab ketayotgani yo'q, to'g'rimi? O'shaning uchun sizlardan iltimos, shu kamchiliklarga oldin rioya qilib qotirib qo'yinglar-da, keyin ariza yozinglar. Yana qaytarib o'taman, Toshkent parking shtraf yozadigan xodimlari bilan urushmanglar, talashmanglar, tinchgina ketganinglar ma'qul deb o'ylayman. Bular o'sha urush janjal bo'ladigan konditsiyaga olib kelib, planshetda videosiga yozib olib, ishni sudga oshiryapti. Videolar cho'tki ovoz bilan tinu videolar qo'yapti. Sog' bo'linglar, ehtiyot bo'lamiz.